shunaqa qavatlar kokilday bo'lib chiqadigan, teda o'xshab chiqadigan 3 xil xaltama tayyorlaymiz. 1 litr suvga 2 osh qoshiq tuz, 2 osh qoshiq yog', 1 kilo 800 gram un solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qorib olamiz. 3 bo'lakka bo'lib tindirib qo'yamiz. 200 gram sariyog'ga 100 gram o'simlik yog' qo'shib eritib olamiz. Sovib turguncha ko'k piyozlarni to'g'rab, tingan xamirimizni yoyib olib, sovigan yog'imizni surib olib, ko'k piyozlarni tepib olib, shunaqa qilib o'xlovga o'rab olamiz. Lekin o'xlov bo'ylab o'rtasidan kesib olib, yana uni ikkiga bo'lib olamiz. Ikki chetidan o'rab kelib, bir xil qilib ikkiga bo'lib olamiz. Xamirni bir uchini orqasiga buklab, tekislab, xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Keyingi suvalaga oddiy oq piyozni mayda qilib to'g'rab, sepib o'rab oldim. Menga shunaqasi yoqadi. Oxirgisidan oddiy yog' surib o'rab oldim. Xolodilnikda turib yog'lari qotgandan keyin bitta yoyib, tovaga bir qoshiqdan yog' solib, ikki tomonni qizartirib, dimlab pishirib olamiz. Sizlar shundan yetarligini pishirib olib, qolganini muzxonaga qo'yib qo'yinglar. Xudo xolsa yaqinda Ramazon oylari kelyapti. Ana o'shanda saharlikka issiqqina pishirib olishinglarga tayyor bo'lib turadi. Bismillahirrohmanirrohim. Baribir o'zimizni qatlamaga yetadigan mazaligi yo'q-da. Juda mazali.